Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Algoritm darslarini davom ettiramiz. Bugun algoritmni chizib tushunamiz. Ya'ni algoritmni chizma va blok sxema bilan tushunishni o'rganamiz. Mana shu yerdan boshlanyapti. Tushunarli. Ko'pchilik qiynaladigan, tushunmaydigan mavzu mana shu yerdan boshlanadi. Oldingi darsda biz takrorlash nima ekanini o'rgandik. Ya'ni bir ishni qayta-qayta bajarish kerak bo'lsa, algoritmda takrorlash ishlatiladi. Bugun esa foydali mavzuga o'tyapmiz. Algoritmni chizma, blok sxema ko'rinishida tushunamiz. Bu mavzu juda muhim. Masalan, ba'zan algoritmni uzun matn bilan tushuntirish qiyin bo'ladi, lekin uni chizib ko'rsatsangiz birdan tushunarli bo'lib qoladi. Masalan, biror odam sizga yo'lni aytyapti. U faqat gap bilan aytishi mumkin. To'g'ri boring, keyin chapga buriling, keyin ko'prikdan o'ting, keyin o'ng tomonda bino chiqadi. Mana gap bilan. To'g'rimi? Buni tushunsa bo'ladi, lekin xaritada ko'rsatsa yana tezroq tushunasiz. Ba'zan yozib ko'rsatamiz, o'sha algoritm ham shunday. Ba'zan yozib ko'rsatamiz, ba'zan gapirib tushuntiramiz, ba'zan esa chizib ko'rsatamiz. Va ko'p hollarda chizma shunday qulay bo'ladi. Bugun biz aynan shuni o'rganamiz. Algoritmni nega chizishimiz kerak? Sababi oddiy. Chizma algoritmning yo'lini ko'rsatadi. Qayerdan boshlanishini ko'rsatadi, qanday qadamlar borligini ko'rsatadi, qayerda shart borligini ko'rsatadi, qayerda tugashini ko'rsatadi. Demak, chizma bu algoritmning ko'rinadigan shakli hisoblanadi. Bu ayniqsa boshlovchilar uchun juda foydali, chunki yangi o'rganuvchi matndan adashishi mumkin. Lekin bloklarni ko'rsa miyaga ancha oson tushadi. Tushunarli? Blok sxema nima? Blok sxema bu algoritmni turli shakllar va strelkalar yordamida ko'rsatish usuli. Oddiy qilib aytsak, qadamlarni qutichalarda yozamiz va qutichalar ularni strelkalar bilan bog'laymiz. Shunda algoritmning oqimi ko'rinadi. Tushunarli? Mana rasmda. Ya'ni ish qayerda boshlanadi, qayerga o'tadi, qayerda qaror qabul qilinadi, hammasi ko'rinadi. Tushunarli? Eng asosiy 4 ta blok, masalan, bugun murakkab qilmaymiz, faqat eng kerakli 4 tasini o'rganamiz. Birinchi, mana boshlash, tugatish. Qarang. Boshlash, tugatish. Men yaqinlashtiraman. Bu algoritmning boshlanishini yoki tugashini bildiradi. Tushunarli? Odatda boshlash yoki tugatish deb yoziladi. Bu shuni bildiradi. Algoritm shu yerdan boshlandi yoki shu yerda tugadi. Tushunarli? Keyingisi amal bajarish bloki. Bu blokda biror ish bajariladi, mana ko'kda. Masalan, sonni ol. Masalan, bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Hammasini qulay shaklda chizib qo'yganmiz. Sonni ol, yig'indini hisobla, narxni tekshir, ismingni yoz, natijani chiqar. Bu algoritmdagi oddiy qadam. 3-shart blok mana sariqda turibdi. Bu juda muhim. Bu yerda algoritm qaror qabul qiladi. Tushunarli? Hali mana nimaga bu dumaloq silindr, nimaga 4 burchak, u keyingi xudo xolasa davom ettiramiz. Demak, bu yerda algoritm qaror qabul qilar ekan. Masalan, son juftmi? Bal olmishdan kattami? Havo sovuqmi? Narx budjetdan oshdimi? Demak, mana shu. Agar ha bo'lsa, bir tomonga ketadi. Tushunarli? Mana shart desak, agar ha bo'lsa bir tomonga, agar yo'q bo'lsa boshqa tomonga ketadi. Demak, bu blok algoritm ichidagi burilish joyi hisoblanadi. Endi strelka yo'nalishni bildiradi, ya'ni keyingi qadamga qayerga o'tishni ko'rsatadi. Strelka bo'lmasa oqim tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun blok sxemada mana strelkalar juda muhim hisoblanadi. Birinchi oddiy misol. Ikkita sonni yig'indisini topish. Masalan, buni blok sxema qilib o'ylab ko'ramiz. Avval nima bo'ladi? Demak, mana boshlash. Keyin nima bo'ladi? Ikkita sonni olish. Mana. Keyin nima bo'ladi? Ularni qo'shish. Mana sariqda. Keyin nima? Natijani chiqarish. Keyin nima bo'ladi? Demak, tugatish. Tushunarli? Demak, o'qim mana shunday ketdi. Boshlash, ikkita sonni olish, qo'shish, natijani chiqarish, tugatish. Ko'ryapsizmi? Bu chizma bo'lmasa ham boshimizda blok sxema bo'lib turibdi. Endi siz buni qog'ozga qutilar bilan ham chizishingiz mumkin. Mana shu narsani yaxshilab qaytarib olishingiz mumkin. Ikkinchi misol, masalan, shartli algoritm. Masala berilgan son juftmi yoki to'q. Mana. Bu yerda shart bor. Demak, sxema yanada qiziq bo'ladi. O'qim boshlash. Boshladik mana. Sonni oldik. Tekshiramiz. Demak, tekshirilyapti mana shartda, sariqda. Son 2 ga bo'linadimi? Agar 2 ga bo'linsa, qoldiq qoladimi? Agar qoldiq qolmasa, juft chiqsin. Agar qoldiq
agar qoldiq qolmasa juft chiqsin, agar qoldiq qolsa to'q chiqsin va tugatish. Tushunarli? Demak, qisqacha o'qim: boshlash, sonni olish, shartni tekshirish, juft yoki to'q, keyin tugatish. Tugatish chizilmay qolgan. Tushunarli? Mana shu joyda blok sxema juda qulay. Tushunarli? Chunki ha yo'q yo'llari ko'rinib turibdi. Agar faqat gap bilan aytsak ham tushunamiz, lekin chizmada bu yana aniq ko'rinadi. Shu IT ga kirmoqchi bo'lganlar, sun'iy intellektni to'liq tushunmoqchi bo'lganlar mana shuni eng asosiy mavzulardan biri bu. Keyingi misol soyabon olish. Masalan, tashqariga chiqishdan oldin ob-havoni tekshirish, algoritm boshlash. Tashqarini tekshirish. Demak, tushunarli, boshlashdan keyin. Mana ob-havoni tekshiryapmiz tashqarini. Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, soyabon ol. Tushunarli, mana shartda bo'lyapti. Agar yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa, soyabonsiz chiq. Keyin tugatish. Tushunarli? Ko'ryapsizmi? Bu ham blok sxema bilan juda chiroyli tushadi, chunki o'rtada bitta savol bor. Yomg'ir yog'yaptimi? Ha bo'lsa chap, yashil, yo'q bo'lsa o'ng. Qizil. Tushunarli? Mana shu blok sxemaning kuchi bo'ladi. Takrorlashni ham chizsa bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Ha, bo'ladi. Masalan, 1 dan 5 gacha sanash. Qadamlar, boshlash. Demak, ketdik. 1 dan boshlash. Son 1. Keyingi sonni aytish. Keyingi songa o'tish. Agar 5 yetmagan bo'lsa, yana davom etish. Tushunarli? Mana bu yoqqa o'tyapti. Yoki yana takrorla. Agar 5 ga yetgan bo'lsa, mana tugat deyapti. Tushunarli? Mana shu takrorlashni ko'rsatadi. Blok sxema nafaqat oddiy qadamlarni, balki shartlarni va takrorlashni ham ko'rsatadi. Nega bu mavzu kerak? Chunki ko'p boshlovchilar algoritmni ichida tasavvur qila olmaydi. Yozilgan gapni o'qiydi, lekin oqimni sezmaydi. Blok sxema esa oqimni ko'rsatadi. Tushunarli? Masalan, qayerda boshlanadi, qayerda tekshiradi, qayerda qaror qabul qiladi, qayerda natija chiqadi, qayerda tugaydi. Bularning hammasi ko'rinib turadi. Shuning uchun blok sxema algoritmni tushunish uchun juda kuchli usul hisoblanadi. Boshlovchilar ko'p qiladigan xato, ba'zi odamlar blok sxemani rasm chizish deb o'ylaydi. Aslida maqsad chiroyli qilish emas, maqsad algoritm oqimini aniq ko'rsatish bo'ladi. Yana bir xato shartni oddiy amal kabi yozib yuborish. Masalan, balni tekshir deb yozish yetmaydi. Aniqroq yozish kerak. Bal olmishdan kattami yoki teng? Shunda blok sxema tushunarli bo'ladi. Yana bir xato boshlash va tugatishni yozmaslik. Bu ham muhim, chunki algoritmning qayerdan boshlanishi va qayerda tugashi ko'rinishi kerak. Juda sodda amaliy mashq. Keling birga mana ko'ramiz. Telefon zaryadi 20% dan kam bo'lsa zaryadga qo'yish. Masalan, blok sxema oqimi qanday? Boshlash. Telefon zaryadini tekshirish. Shart 20% dan kammi? Agar ha, zaryadga qo'y. Mana, ha bo'lsa zaryadga qo'y. Yo'q bo'lsa davom et, ishlatishda davom et. Tushunarli? Keyin tugatish. Mana shu blok sxema bo'ladi. Buni hozir chizmasak ham o'sha real, hozir men tayyorni ko'rsatyapman sizlarga, bu hali boshlanishida. Menimcha aniq ko'rinyapti hammaga. Uni o'zingiz daftarga yana chizib ko'rishingiz mumkin. Demak, xulosa qilamiz, algoritmni faqat yozib emas, chizib ham tushuntirish mumkin. Yana bir muhim xulosa, blok sxema algoritm oqimini ko'rsatadi. Keyingisi shart va takrorlashni blok sxemada tushunish ancha oson. Demak, biz bugun blok sxemani, algoritmning chizma ko'rinishini bildik. Unda odatda boshlash, amal, shart va tugatish bo'lishini ham bildik. Strelkalar, qadamlar qayerga o'tishini ko'rsatishni ham bildik. Blok sxema algoritmni ko'z bilan tushunishga yordam berinishi ham, demak, sodda tushuntirdik deb o'ylayman. Uyga vazifa ekranda chiqadi. O'sha uyga vazifani ko'rib, bajarib, izohlarda yozasizlar. Tushunarli? Keyingi darsda biz pseudokod degan narsani o'rganamiz. Sekin mana murakkablashayapti. Murakkab emas aslida. Nomi murakkabdek ko'rinadi, lekin mana shunaqa oddiy tushuntirsak, hamma tushunadi xudo xolasa. Ya'ni haqiqiy dasturlash tiliga o'tishdan oldin algoritmni oddiy yarim kod ko'rinishida qanday yozish mumkinligini keyingi darsda ko'rsatamiz. Mana shu mavzu ham juda muhim ko'prik hisoblanadi. Shunda oddiy fikrlash, pseudokod, keyin haqiqiy kod bo'ladi. Demak, biz fikrlashdan o'tib, demak, pseudokodda, demak, o'rtasiga kelgan bo'lamiz. Keyin sekin haqiqiy noldan yana haqiqiy kodlarga o'tamiz. Tushunarli? Demak, barchaga rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Salomat bo'ling.